mo'min deb sifatlangan odamlarga ulamolar ba'zi bir shartlar qo'yishgan ekan. Mo'min mo'minga ko'zgudek bo'lsin. Hop, taroqdek bo'lmasin. O'ziga aytsin. Agar sen meni Imom Shofiy aytadilar. Agar sen meni o'zimga nasihat qilsang, menga yaxshilik xohlabsan. Agar sen menga odamlarning ichida nasihat qilsang, meni hijolat qilmoqchi bo'lsan. Meni odamlarning ichida izza qilmoqchi bo'lsan. Al-mu'minu mira'atul mu'mini. Hadis ham bor ekan bu to'g'risida. Mo'min mo'minning oynasidir. Al-mu'minuna wal-mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd, ya'muruna bil ma'rufi va yanhauna 'anil munkar. Mana Alloh taolo shart qo'yapti. Mu'minlar va mu'minalar bir-biri uchun avliyo. Hop. Mo'minni avliyosi mo'min bo'lsin. Avliyolikni sharti nima? Ya'muruna bil ma'ruf va yanhauna 'anil munkar. Bir-birini yaxshilikka chaqirsin, yomonlikdan qaytarsin. Birinchi shart ketdi. Ikkinchi shart. Mo'min kishi tilini o'zgalarning g'ibati va obro'sini to'kishdan tiyilish kerak. Mo'min mo'minning g'iybatini qilmaydi. Ikkita odam sizni ukangizni g'iybat qilyapti ekan. Nima qilasiz? Qanday qilib bo'lsa ham shu narsani to'xtatishga harakat qilasiz. Ey birodarlar, qo'yinglar deysiz. Men o'zim gaplashib qo'yaman u bilan deysiz. Maqsadingiz ukangizning obro'si to'kilmasin. Shundaymi? Agar men haqimda shunday gap bo'layotgan bo'lsa, xuddi ukangizga ko'ra bu narsani to'xtatmasangiz, Xudo aytgan mo'min emassiz. Yoki bu kishi haqida gap bo'layapti ekan. Rasululloh aytadilar. Odam dedilar, o'zi e'tibor bermasdan Alloh taolo rozi bo'ladigan gapni gapirib qo'yadi. Bir odam haqida bir narsa gapiradi, o'zi beparvo, lekin Alloh rozi bo'ladigan gap bo'ladi. Allohni rozi qiladigan gap gapir deb yozib qo'yishadi bir. Lekin o'zi e'tibor bermasdan Alloh g'azab qiladigan gapni gapirib qo'yadi. Alloh g'azab qiladigan gapni gapirdi deylar ekan. Kecha bir kishi ajoyib gap gapirdilar. Qanchalik asosli bilmayman, ajoyib bir xush xabar bizga o'xshagan beparvolarga. Bir kishini Alloh subhanahu va taolo jannatga kirgizibdi. Ey Robbim, meni qaysi amalim senga yoqqanki meni jannatga kirgizsang? Esingdami? Falon joyda bir yetim bolani boshini silagansan. Bu bechora shunaqa hijolat bo'larmish. U qo'lini loyini haligi bechorani boshiga artgan ekan. Shunaqa bo'ldi desa, shunaqa bo'lgan, lekin u meni boshimni silayapti deb o'ylagan degan ekan. Bilmaysizda Allohga nimangiz yoqadi.